Hürmetlik radyo anlıgıç dostlar. Yukarıda e'lonlarni anlap o'tdik. Hamda radyo anlıgıç dostlarımızga bugünkü mehribon onalarımızdan bayramını tabriklab, yosh naqshchimiz İbrahim Anvar ijrosidagi Baxtlikman ona temisidagi naqshini huzuringizga sunamiz. Faxrlangaysizlar. Aramızda anısı yok insan kanca, hayatının manası yok insan kanca. Aramızda anısı yok insan kanca, hayatının manası yok insan kanca. Baylığım yok bu dünyada hatta sizce, baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana, baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana. İstesiniz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga ham oyoq bo'lay. Yo'lingizni yurituvchi chiroq bo'lay, baxtlikman siz bor bo'lg'ach jinim ana, baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana. Sizning go'zal terikingiz yurak mana, baxshatdingiz hayat ve bak yürek bana, hiç küymeydi yürek edin sizdek bana. Baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana, baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana. Var bo'lg'ach birovdan kam bo'lmay o'sdim, mushu kamgicha zarcha alam ko'rmay o'sdim. Siz dunyoda eng vafodor sodiq do'stim, baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana, baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana. Sizin güzel terikiniz yürek bana, baxshatdingiz hayat ve bak yürek bana, hiç küymeydi yürek edin sizdek bana. Baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana, baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana. İstesiniz qo'lingizga tayoq bo'lay, oyog'ingiz o'rniga ham oyoq bo'lay. Yo'lingizni yurituvchi chiroq bo'lay, baxtlikman siz bor bo'lg'ach jinim ana, baxtlikman siz bo'lg'achqa jinim ana.
Siz bugun onangizga telefon qildingizmi? Onunğa ana, sana rahmat. Bayramınğa mübarek bolsun deyə alədinizmi?